Paddelka deyishadi ayollar. Xo'p, original ham deylik. Chet eldiki desa, hammaga mos keladi degani emas-ku. Hurmatli chet ellik parashogidan foydalanadigan opa-singillar. Bizdan mana O'rizor bozorida 3 ta tochkamiz bo'lsa, har kuni parashoglar paddelka, chet el parashoglar paddelka degan savollar bo'ladi. Xo'p, paddelkasini qo'yinglar. Originalni haqida gaplashamiz. Original parashogini ham oldinglar deylik. Shu yerda sizlarga ikkita savol beraman. Birinchisi, sizlar foydalanadigan parashoglar asosan Eron, Turkiya, Rossiyada ishlab chiqariladi. Shu davlatlarda iqlimi bilan biz O'zbekistonda iqlimi bir xilmi? Ikkinchi savol. Shu davlatlarda changi bilan O'zbekistonda va aynan Toshkentda changi bir xilmi? Yo'q, boshqa. Mana gap qayerda? Chet elga borganlar, mana Turkiya, Rossiyada yurganlar o'zlari aytishadi. 3 kunlab oq ko'ylakni yoqasi kir bo'lmaydi. Ertalab oyoq kiyimingni artib chiqetsang, kechgacha chang bo'lmaydi deb aytishadi. Shu darajada havo toza. Endi shu havolar, shu chang uchun ishlab chiqarilgan parashoglar bizni havolarga, bizni changlarga mos keladimi? Misol uchun sochimiz yog'li bo'lsa, hammamiz yog'li sochlar uchun mo'ljallangan shampundan foydalanamiz. Sovunda ham xuddi shunaqa, terimiz uchun mos sovun olib ishlatamiz. Endi nima uchun kirga kelganda bundan foydalanmaymiz? Shunisiga ahamiyat bermaymiz. Chet eldiki bo'lsa bo'ldi deymiz. Misol uchun men mana Delfin zavodda marketolog bo'lib ishlasam, biz xoh avtomat parashogimiz bo'lsin, xoh ruchnoy parashogimiz bo'lsin, qaysi viloyat uchun ishlab chiqaradigan bo'lsak, o'sha joyni changi, odamlarni tutumi, foydalanish tartibi, suvini inobatga olib, keyin ishlab chiqaramiz. Shuning uchun sizlardan iltimos va sizlarga tavsiyam, bitta parashog olishdan oldin uni sifatini emas, uni siz uchun mosmi, mos emasmi? Shunisiga e'tibor beringlar. Bu borada sizning fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring va bu videoni chet ellik parashogidan foydalanadigan hamma tanishlaringizga jo'natib qo'ying.